Mana joylarni qaranglar, fayzliligini. Bolalar maydonchasi, workout zona, xullas turgan joyimizda 3 xonali xonadonimiz sotilyapti $89,000 ga. Chilonzor tumani algoritmdamiz. Mana shu 9 qavatli binomizni 3-qavatida boya aytganimdek, liftlari yangi qo'yilgan, hammasi yaxshi ishlaydi. Orientir beradigan bo'lsam, shundoqqina Ahmad Oltinjo'ja oldimizda ko'pchilik biladigan Zarhal to'yxona, xullas lokatsiya bomba. Abu Sahiy yoki Bektopida ishlaydiganlar uchun juda ham yaqin lokatsiyadagi xonadonimiz. Chilonzor tumani algoritm G35 deb nomlanadi. Sizlarni ko'p kutirmaymiz, tepaga chiqamiz. Ketdik. 3-qavatga chiqib oldik. Bu lift bo'ladigan bo'lsa, yangi lift qo'yilgan. Liftdan chiqamiz. To'g'ri mana shu eshik orqali kirib kelamiz. Bismillah. Qaranglar. Bu yoq ham o'zi podyezdda o'rnida zo'r yechim qilingan. Qo'shni bilan kelishib olib, shu yerda yopib olishgan. Menimcha juda ham chiroyli yechim bo'ladi. Ketdik. Bunaqasiga xonadonimizda mana o'ng tarafda eshigimiz orqasida joylashgan. Kiramiz. Bismillah. Qaranglar. Kirganimizda 3 xonali xonadonimizda 4 xonali qilingan remonti o'rta holati yaxshi bo'lib turibdi. O'tan katta prixojamiz bo'ladi. Xonalarga bitta-bitta to'xtalamiz. O'ng tarafda bolalar yotoqxonasi, xohlasangiz kattaroq mo'ljallar qo'ysangiz bo'ladi. Ko'chaga qaragan derazalari mavjud. Navbatdagi ko'radigan xonamiz. Bunaqasiga o'ng tarafdan yana mehmonxonamizni ko'ramiz. Juda ham keng ko'rasizlar. Ko'chaga qaragan derazalari mavjud. Mebellari menimcha qoladi. Yana o'zingizlar gaplashib olasizlar, texnikani olib ketaman degandek qildilar. Ustiralari ham bejirim bo'lib turibdi. Ketdik. Mana shu xona orqali ichma-ich ko'rasizlar. Navbatdagi xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, juda ham keng, kattaligini ko'rishingiz mumkin. Bunaqasiga ko'chaga qaragan derazalari va bejirim pardalariga ega bo'ladi. Xonadonimizni ko'rishda yana davom etamiz. Mehmonxonamiz bu qavatda prixojaga keladigan bo'lsa, qaranglar. Podyezdga kirdik, 1, 2, 3 ta xonani ko'rib bo'ldik. Endi qaranglar. Bizda umumiy hojatxona, yumushxona alohida qilingan. Yo'qdek burchakda chiroyli qilib garderobni joylashtirib qo'yishibdi. Endi oshxonamizni ko'ramiz. Juda ham keng oshxona ko'rasizlar. Balkon bo'tdan ochib yuborilgan. Menimcha boshqa yoqda bunaqa keng balkonni ko'rmagansizlar. O'tiradigan zona qilib qo'yishgan, tashqariga qaragan derazalari mavjud, TV zona, oshxona jihozlari mana bu yoqdan chiroyli holatda bo'lib turibdi. Xonadonimizda narxiga yarashadi, bemalol ayta olamiz. 80 kvadrat metr tashkil qiladi. 3-qavatda joylashgan, 3 xona, 4 xona qilingan xonadonimiz algoritmda Ahmad Oltinjo'jani oldida joylashgan. Narxini $89,000 bilan baholashyapti. Kelinglar, gaplashinglar, bu narxlar ustida yana kelishadigan joylar bor. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.